30-oktyabr uchun valyuta kurslari e'lon qilindi. O'zbekiston Markaziy banki 2025-yil 30-oktyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra, dollar, yevro va funt sterling narxlari pasaygan. Rubl va tenge esa biroz ko'tarilgan. AQSh dollari 13,94 so'mga arzonlab, 11.990,53 so'm bo'ldi. Yevro 34,23 so'mga pasayib, 13.959,38 so'm. Funt sterling 136,7 so'mga arzonlab, 15.851,48 so'm. Rossiya rubli 0,49 so'mga ko'tarilib, 150,71 so'm. Xitoy yuani 2,4 so'mga arzonlab, 1688,83 so'm. Yaponiya yenasi 0,26 so'mga pasayib, 78,76 so'm. Qozoq tengesi 0,32 so'mga ko'tarilib, 22,75 so'm.